Nomaskovskiy mahalladan 6 sotixli uchastkamiz yer hisobida sotilyapti. Manzilni aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, Malika bozordan kelganingizda Qazi mahallaga yetmasdan osh markazining orqasida, ya'ni 2-liniyada joylashgan xonadonimizning to'g'risida Bahrama mehmonxonasi ham bor ekan. Endi siz bilan uyimizga kirib, batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. 3-4 ta xonalari bor, bitta xol, sanuzul oshxonasi bor. Lekin siz baribir bu yoqqa o'zingizni ko'nglingizdagidek uchastkani qurasiz-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa joyi bor. Bemalol o'zingizni fantaziyangizga uchastkani bu yoqqa qurib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu tepadagi quyosh panellarini ham okam $7000 ga o'rnatgan ekanlar. Oyiga faslliga qarab 1 million, 1,5 million, 2 million daromad keltirib turar ekan. Buni olib ketmas ekanlar. Bu shu xonadonni olgan odamga bonus ekan. Bu mahallada bir sotuv yer narxi 70 ming, 80 mingdan sotilyapti. Biza xonadonning egalari bilan kelishtirib 6 sotig'iga 350 ming narxini belgiladik. Yana niyatingiz jiddiy bo'lsa, kelib egalari bilan bemalol savdolashib, baraka qilib olsangiz bo'ladi.